Bu yoqda ham ish qizg'in pallada, mana bu zikrda efir disklar topilgan. Baraka bo'ldi. Ishxonamizda tekshirib berdik. Mana bu zikr pnevmasi tushmay qolgan ekan. Sunnat nima bo'ldi, ko'rdingmi? Ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. Bu yoqda trekker o'zimizdan, mana yoqda yirik sotuvga kelgan edi. Bu yoqda azot, mazot urish xizmatlari ham bor. 100 li kelgan. Mana yoqda BYD Tang. Bu yoqda ham BYD Tang. Xullas bu yoqda polni rusifikatsiya ishlari ketyapti. Nima qilay? Ruscha qo'ramiz buni ham. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ruscha qo'ramizmi trekkerda ham? Bo'pti aka. Xo'p, bu zikrda chota podozreniya nimaga pnevmatik ishlamay qolibdi. Assalomu alaykum, akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishlar ko'p bo'luvdi. Xullas, Bali temasi bo'yicha pastda silka qoldiraman. Juda ko'pchilik zapros savol jo'natganda, nima, qanaqa, narxi nechi pul, qayerlarga boramiz? Bali qanaqa joyda? Ko'pchilik YouTubedan yozgan, Balida o'zini, Balida zo'r joylar bor, aylanayotgan. Endi bizani soprovождение qilib olib kelayotgan odam bor. Hech narsaga sarson bo'lmaymiz. Qaytishda premo havo yo'llari orqali kelamiz. Sarson bo'lmaymiz. Faqatgina o'sha ketishda через Kuala-Lumpur orqali Malayziyada 2 kun, 7 kun Balida o'zida bo'lamiz. Iyunda Nesida 15-da bo'ladi. Havo bizda juda ham issiq bo'lgan vaqtda Balida eng nima sezon vaqti bo'ladi-da. Xullas, bitta mana shu silkaga o'tib ko'ringlar-da, menga yozib yuboringlar. 3 kishimi, 4 kishi kerak adashmasam, 15 kishi bo'lib ketamiz. Agar yozsanglar, narxi yozilgan hamma narsa batafsil ma'lumot qilingan. Birga ketamiz, mazza qilib dam olib kelamiz. Qiziqarli kontentlarni ham qo'yib ketamiz. Mabodo Instagramda blog yozmoqchi bo'lganlarga ham zo'r shans bo'ladi bu. Dina balansirovka joyimizda Kustik Masim bugun bir 22 tami, 23 ta mashina keldi. Rusifikatsiya programmalar bo'yicha bu yoqda chempion 700 Smart oq BYD Tang sotdim-ku, istaringiz o'sha Tang egalari chempion oldi. Ularni sotib, ozroq pul kerak qolgan ekan. Bu yoqda ham BYD Tang, bu yoqda BYD Han, bu yoqda 0 gibrid. Bu gibridga programma qilinadi. Programmani ofitsial salonda qilib bo'lmaydi. Bunga ham rusifikatsiya. Xo'p, bu yoqda Lisyang bor. Endi bular o'zimizniki. Mana bular kuniga $1000 pul topsa ham, lekin Baliga bora olmaydi bular. Xotini qo'ymaydi bularni. Shuni ikkita oyoqdan shuni chapparadi. Agar kam pul tushsa tamom, ajrashaman deydi. Bormaysanmi hali ham Baliga? Boramiz. Ha? Boramiz. Bo'ldi, men eslab qolinglar-da, boramiz deyapti. Bo'ldi. Xullas, BYD chempionni gibridda 2-pozitsiya, katta monitorli, eng fulli 150 km tokda yurayotgani. Xullas, mashinani yaqindan olgan ekan o'zi. Ob sraza $500 ga 4 ta balon, parok, krugoy tonirovka, past 1 yil bor ekan, 10 kunmi bo'libdi. Brizgavek, laminatsiya hamma narsalar qilingan. Kraskalari top-toza, bamfer, hamma narsasi radnoy, hech qanaqa aybi yo'q. Xullas, pul so'rashni kerak. Sulipoy 360, biskluchoy hamma narsasi bor. Polniy ruskiy tekstda bo'ladi, zavodskiy o'sha. Upravleniyasi ham matoviy bo'lib turibdi, sidinalari ham qaranglar, yangi turibdi-da. Xullas, mashina 11500 yuribdi. Endi katta monitor, laminatsiyalar qilingan, yaxshi poliglargacha to'shalgan ekan. Zaryadning variantning komplektatsiyasi to'liq, xullas, shunday berib yuboradi hamma narsasini. Master akkauntini ham berar ekan, telefondan polni boshqarsa bo'lar ekan. Ikkinchi paysa 32500 mi mana shunday, 410 million xullas shunday. Xullas buni narxi 26400. Bosinglar akalar, zo'r narx bo'ldi lekin. Akalar qaranglar, mana shu Lisyangda, Zikrda programmasi, nima mana shunaqa programma sistemasi ishi bo'yicha mana shu pastda raqam qo'yaman yoki ukamda sunnatni profilini atmetka qilib qo'yaman. Nima savolingiz bor? Bu dunyoda nima savolingiz bo'lsa, iltimos shularni o'ziga yozinglar, yo bo'lmasam telefon qilinglar, mana shu lichkamga yozmanglar, iltimos menda mana shu programma temasini. Chunki 100 ta odam yozadi, 100 ta odamning ismini ochish kerak-da. Chunki men bu programma ishi bilan aralashmayman. Men faqat sizlarga ko'rsatib beraman. Mana shuncha mashinalar kelyapti. Mana shu reklamamni ko'radidan keyin qolganlar ham keladi. Mana bular qiladi bu ishni. Mana shu ish bo'yicha bularga chiqasizlar, agar buzib qo'ysa, nimadir qilib qo'ysa, to'lab beramiz, xavotir olmanglar. Agar lisyanglarni urib qo'ysak, nimadir qilsak, shunday sizlarga yangi Leo berishga ham bizning qurbimiz yetadi. Agar shu mashinalarni agar tushunmay turib bir yo'q borsaga bir nimadir bo'lsa, xullas o'zlaringizdan qolar gap yo'q akalar, kelaverasizlar.